kasb va xorijiy tillarga o'qitish uchun vaucher berish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan kasb va xorijiy tillarga o'qitish uchun vaucher berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizom ishsizlar, shu jumladan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarning ishsiz a'zolari yoki rasmiy daromadga ega bo'lmagan ish qidirayotgan shaxslarni kasb va xorijiy tillarga o'qitish xarajatlarini vaucher asosida qoplab berish tartibini belgilaydi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ecosis.mehnat.uz tizimida vaucher asosida ushbu toifadagi shaxslarni o'qitadigan ta'lim tashkilotlarining elektron reyestri yuritiladi. Talabgor vaucher olish uchun vazirlikning tuman, shahar bo'limlariga to'g'ridan-to'g'ri yoki mahallalardagi hokim yordamchilari orqali, shuningdek ecosis.mehnat.uz tizimi orqali ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Talabgorga birinchi navbatda tuman, shahar bo'limlari tomonidan bir kun muddatda uning mutaxassisligidan kelib chiqib mavjud bo'sh vakant ish o'rinlari taklif qilinadi. Fuqaroning mutaxassisligi bo'lmaganda yoki taklif etilgan ish o'rni ma'qul kelmaganda vaucher taqdim etish masalasi ko'rib chiqiladi. Bunda talabgor ecosis.mehnat.uz tizimida skoringdan o'tkaziladi va uning belgilangan toifalardan biriga kirishi aniqlansa, u vaucher olish huquqiga ega bo'ladi. Talabgor vaucherdan 3 oy muddatda foydalanishi lozim. Vaucher asosida kasb va xorijiy tillarni o'rganish istagini bildirgan talabgor bir marotaba bepul o'qish huquqiga ega.